Ha, adasi. Nima kayfiyatingiz yo'q? Bo'ydoqligimni eslasam yig'lagim kelyapti. Nega yig'laydi? Mana yering, 18 ga kirishingiz bilan tegib olgan bo'lsam, guldek umringizni xazon qilgan bo'lsam yig'laysizmi? Yig'lamang, asalim, jonim o'zim. Hali bu boshlanishi. Maraz xarakterimni bekitayotgan bo'lsam, asl basharamni ko'rsatmagan bo'lsam, hamma xarajatlarim bo'yningizga kelib qo'ygan bo'lsam, siz yig'laysizmi? Yig'lamang, jonim, asalim o'zim. Hayotingizni barbod qilgani keldimman. Boshingizga tashvishlarni yog'dirgani keldimman. Urushganimizda tilimni tiymay bitta gapingizga 10 ta javob bergani kelsam, siz yig'laysizmi? Tog'dek matonat, toshdek sabr, asalim, jonim o'zim. Bundan buyog'iga faqat azob, faqat asab sizga jonim. Qaysi duolaringizni so'radingiz? Menda ideal xotinni. Adashgan ekanman, duo qilishdi. O'zi ham tepangizda farishtalar amin deb turgan ekan, jonim, asalim o'zim. Likey